akaxon aka, men ismim Jonibek, 15 yoshman, Qashqadaryo viloyatidan keldim. Biz Ovoz bolalar loyihasini boshladik. Bo'sh vaqtlarimda futbol o'ynab, gitara chalishni yoqtiraman. Kamerani ko'rib hayotimga nima bo'lganlari esimga tushib ketdi. Gitara olib sekin Instagram yurg'izishni boshladim. Internet tarmoqlariga chiqishni boshladim. San'atga 2-3 yoshligimdan qiziqishni boshlaganman. Oyim har xil san'atkorlar diski, konsertlar olib kelganda, oilada san'atkorlar bo'lmagan, bir o'zim san'atkor bo'lishni niyat qildim. Orzuyim bor. Bironta yaxshi ustozga shogird tushib, xalq artisti bo'lib, san'atkorlashda o'z o'rnimni topib, qarigan chog'imda ham yaxshi yotish. Agar pul qolmasa, Botir Qodirov qarz olib turadi. Allas golosga qatnashishimdan maqsad o'zimning iqtidorni namoyish qilib, ko'proq tajriba orttirish. Qatnashaman deb o'ylamadim, tavakkal topshirganman. To'g'risi. Chiqqandan keyin faqat qo'shiq aytishga ham tavakkal etib ko'rganman. Endi hozir jiddiy yondashdim. Ovoz loyihasiga. O'rtoq rejissyor nima deyman? Ali o'yin Shahrisabzda. Yo'q, Rossiyada. Rossiyada. Hech ishlaganmisan qayerdadir? Ha, ishlaganman. Nima ishda qilgansan? Hali boshlagan. Ha, sizlar oilada ayron sotganman. Somsa sotganman, shashlik qilganman. Keling, shashlik aka. Aka, sizlar keling. G'ish quyganman, beton quyganman. Shu gitarada ko'chalarga chiqib aytganman. İlk birinchi ishlab topgan pulim bu bakalashga terib sotgan bo'lsam kerak. Birinchi biznesni o'shandan boshlaganman. O'sha biznesdagi pulni ko'paytirganmanda metallon sotishni boshlaganman. Metallondan ham pul yiqqanmanda velosiped olganman. Hozircha qo'rquv yo'q, lekin raqiblarimizda hammasi kuchli, o'ziga yarasha talanti bor, iste'dodi bor. Menga ustozlar qarashidan ko'ra Toshkentdagi joyga borib, sahnaga chiqib ustozlarning ko'ziga ko'rinib, qo'shiq aytyapti degan faxr nikohini ko'rish menga muhimroq. Ай, молодцы! Группа поддержки хорошая. Ajoyib dilrabo derlar. Meni majnun shaydode ko'yingda bir gado derlar. Kecha kunduz eshigingda quvonu nolalar qilsam. Kecha kunduz eshigingda quvonu nolalar qilsam. Qanchaki men navo qilsam, hanuzam benavo derlar. Qanchaki men navo qilsam, hanuzam benavo derlar. Borib so'rdim tabiblardan, bu dardimga davo bormi? Tabib ayturki, nadan bu dardni bedavo derlar. Qani Laylam, qani Majnun, qani Shirin bilan Farhod. Ular o'tdi bu olamdan, bu dunyo Приятно поет. bevafo derlar. Ular o'tdi bu olamdan, bu dunyo bevafo derlar. Ne hayajonlanasiz? Hayajonlanding. Assalomu alaykum. Qo'llaringiz Assalomu alaykum. bravo. Mani ko'zlarimni ko'rmadingizda. Nafas oling.
chuqur nafas ol. Yig'lab Bo'ldi. o'tiribman. Nimani o'yladingiz o'sha qo'shiqda ayting? Ming uzr, ismingiz nima? Shu savolga. Jonibek Ishboboyev, Qashqadaryo viloyatidanman. Joningiz bor ekanda, ko'z tegmasin. Kimga? Kimga atab aytdingiz? Такой хорошенький. Kimga atab aytdingiz shu qo'shiqda? O'zingiz tanladingizmi yo tanlab O'zim berishdimi? tanladim. Jonibek necha yoshsiz? Подожди, 15 yosh. Очень 15. важные вопросы задаю просто. Я Kimga? записываю вообще тоже. Kimga? Просто man savol berdim, а ты перебиваешь. Ты прости меня. Kimga atab aytdingiz shu Sizni qo'shiqda? перебивать qilmasachi, ishtirokchisiz qolaman. 5-marta so'rayapman. Hech kimga shu qo'shiq yoqqani uchun hamma qo'shiqlarimizni yurakdan aytaman. Qo'shiqchilikdan boshqa yana nima bilan shug'ullanasiz? Sozandalik bilan gitara. Sozandalik, gitara chalaman. chalasiz. Hozir gitara bera olasizlarmi? Bolalar просто ha? O'zimizni jaydaridan bo'lsin, ha? Tongda esgan mayin sabolar Yorim sochim silab qaytinglar Samolarda uchgan qushchalar Yorga salomimni aytinglar Sog'indim yor, seni sog'indim Sog'indim yor, seni sog'indim Kommersiy proyekt. Sog'indim Juftlikka yor, jo'natish kerak. seni sog'indim Sog'indim yor, seni sog'indim Ilhom уже второго отбирает у меня. O'zimizdan jaydari. Lekinchi sizga bitta gapim bor. Ani bizdan To'lqin Qilichev bor-ku, ani boksdan trener. Ammo palka ko'tarib yuradilar-yu, hammani uradilar. Fals qilsangiz-chi, uraman sizni, tushundingizmi? Jonibek, Sразу Sizga bilib qo'ying oxirgi- shuni. Fals qilsangiz uraman. sizga oxirgi savol. O'zi aniq bo'ldi, lekin kimga xohlagan bo'lardingiz borishingizni? Agarda hamma uchalamiz sizga qaraganimizda. To'g'risini aytavering. Bolalar, Ben ulgurmay qoldim-da, bosaman deb turib ulgurmay qoldim. Meniki kimga men bu bormoqchi edingiz? Agar hech kim xafa bo'lmasa, Botir Qodirov Hech ustozimizni kim xafa bo'lmaydi. Можно я его возьму? Конечно, можно, akajon, без проблем. Вообще легко. Botir, Lekin mumkin emas. bitta sharti bor, bitta sharti bor. Agar farz qilsa-chi, ikkalovidan uraman. Yo, ular rozi bo'ldi-yu, oson bo'lmaydi. Botirjon, loyiha bo'yicha mumkin emas-da. Молодец. Ilhom aka, tabriklaymiz. Go'zal, ajoyib. Qatnashuvchi bizda. Jonibek, ishlaymiz. Keling, tabriklaymiz sizni. Keling. Mana уже hali hech narsa boshlanmadi, уже muxlislaringiz bor, поддержкалар bor. Qarshilar bo'lsin Jonibekka. Bu lekin kommersiy proyekt. Buni yaxshi ko'radi xalq. Javob. Da? Siz aytgan ekansiz, agar men kimdir qarasa, men 2 karra faxrlanaman deb. Nima unaqa degansiz? Chunki muhimi ishtirok, g'alaba emas. Agar menga qarasa, asli ota-onam ham faxrlanadi. Otangiz qayerdalar hozir? Rossiyadalar. Ha, ular Rossiyada. Endi bilasizmi, mana shu video chiqadi. YouTubedan ko'rishadi. Qanaqa farzandim bor ekan deb faxrlanishadi, to'g'rimi? Ayajon, dadajon, undan uzoq yurtlarda ishlayapsiz. Xudo xolasa ishonchingizni oqlab, yuqori martabalarga chiqib, men bilan faxrlanib yursangiz bo'ldi, sizlarni yaxshi ko'raman. Kelishlarini xohlardim, har bitta farzand xohlaydi. Albatta. Nargiz opa, Sanjar aka kelmasangiz bo'lmaydi. Talant qarang qanaqaligini. Birga turib qo'llab-qotlab tursangiz finalgacha boradi bu bola. To'g'rimi? Xudo xolasa. 5 oling, tabriklayman.